Mijozlar xabarlaring bor. Mana har bir oila dasturi bo'yicha bizda yaqindagi murojaatnomalarda ham aytib o'tildi. Har bir oila tadbirkor bo'yicha shu hokim yordamchilariga ajratilgan resursdan fuqarolarga undan oldingi tartibda 33 milliongacha 5 yilga 17,5% kredit ajratilgan bo'lsa, hozir shu 33 million 5 yilga 5 yil muddatga shu 17,5%dan 50 millionga ko'tarildi. Mana qaror bilan hammani agar xabar bo'lmasa, shuni sizlarga aytib o'tamiz. Keyin chorva mollari, hop, muzlatkich, tovarni qadoqlash, qayta ishlash sohalariga kiritmoqchi bo'lsalaring, shu ilgari misol unga 100 milliongacha berilgan bo'lsa, hozir shu qiymati 150 milliongacha ko'tarildi. Foizlar shu imtiyozli foizlarda 5 yil, 7 yilgacha bo'lgan muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan garovsiz olishlari mumkin. Faqat kredit ta'minot sifatida kafillik olinadi. Bundan tashqari mana yana ko'p o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Xususan mahalla agentlari va mahalla bankirlari faoliyatida biznesga birinchi qadam, mening mahallam mahalla loyihasi bo'yicha ham kreditlar berib borilmoqda. Bugungi kunda yana bitta eng muhim jihati tadbirkor bo'lib ro'yxatdan o'tib oldingi oilaviy tadbirkorliklardan, ijtimoiy kreditlardan qarzdorligi bo'lmasdan namunali